omad tilayman. Alloh nurini tegsin bu xonadonga. Mana shu kuyovimiz bilan singlimiz baxtli bo'lsinlar. Alloh ularga eslik, aqlli farzandlar ato etsin. Mana shu farzandlarga ham xizmatda bo'laylik. Men mana bu kelin tarafdagi qudalarimizga bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Biz bu yerga hali kelamiz, xudo xolasa, aqd o'tkazib deb degan joyimizda, lekin kuyov bolalar bizdan oldinroq kelishgan ekan. Bizning niyatimiz ham o'zi albatta mana shu xonadonga bir kelib ketishdir. Iloyim bundan keyin ham mana shu xonadonda yaxshi to'ylar bo'lsin, ana shu to'ylarga ham kelaylik. Shu yerda o'tirgan birodarlarimizni ham xonadondan yaxshi kunlar arimas. Salomat bo'ling. Firmaman manli bilan o'rnida turgan qoshni elchilar odamda bo'lgan sabila bardoshni yo'lda joningdan azizdir senga yo'ldosh yo'lga soni kelsa qo'lingdan aqli pastdir bosh el uchun qilsang ziyon toshlarga urgin bosh bo'lmasa senda vafo il aro sharmandadirsan bo'lmasa sharmu hayo toza dillar kiraylarga birla bo'lmas oshirama na qilay bunday ko'ngilni bo'lmasa unda vafo saqlamas sandiqda hech kim qimmati yo'q tanosh
qo'shni Yelisilar odamga bo'lgan Safina bardoshni Yo'lda joningdan azizsiz senga chin yo'ldosh Yo'lga sari kelsa qo'lingdan aqli taslim bosh El uchun qilsang ziyon Qo'shlarga o'rgil boshni Keksa ham bir mablag'ay odobli bo'lgan yo'lash Kelmaman manli bilan urmiydi turgan xonash